Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda men sizga tushuntirib beraman, qanday qilib birovi xonadonidan, bu degani o'zingizni xonadoningiz bo'lmasdan turib arendadan pul topish. Menda bugungi kunda 7 ta xonadonim mavjud. Bu ham meniki emas, birovlarning xonadonlari. Uzoq muddatga 6 oy, 1 yilga arendaga olib turib, 1 kunlik arendaga chiqarib yuboraman. Shu Airbnb sayt orqali. Tasavvur qiling, siz kelyapsiz, arendaga xonadon olmoqchisiz. 1 oy bo'lsa $400 deylik. $400 bir xonali xonadon, yaxshiroq proyektdan olmoqchisiz, lekin mana shu arendaga beradigan odamga kelib turib, men srazu 1 yilga olmoqchiman. Menga oyiga $400 dan emas, $350 dan qilib bering. Men sizga srazu 1 yilligini to'lab qo'ying deysiz. Ular ham xursand bo'ladilar. 1 yil pulini olibdi. Va uni saytga joylashtirib, kuniga $20 dan bersangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, $20 ga kuniga beryapsiz arendaga shu sayt orqali va oyiga $600 pulingiz bor. $350 xonadon rasxodini yopsangiz, qolgan $250 bu sizning foydangiz. Menda shuni 6 tasi bor. 6 tasi $1,500 bir oyda olib keladi. Qaysidir xonadon kattaroq bo'lishi mumkin. Lokatsiyasi metroning yonida bo'lishi mumkin, qaysidir bozor yonida bo'lishi mumkin. Ular ancha qimmatroq yuradi. Kattaroq xonadon bo'lsa, kuniga 20 emas, oilaviy kelishadigan bo'lsa, tam oblastdan deylik yoki chet eldan deylik, oilaviy keladigan bo'lsa, kuniga $25-26 qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin bir xil payt shunaqa qilib bo'ladiki, что konkurensiya ham bor. Kimdir $20 dan beryapti, yoningizdagi odam $19 dan berishi mumkin. Zo'r tomoni narxini siz o'zingiz qo'yasiz. 1 kun, 2 kun klientsiz qolib ketsangiz, pulsiz o'tirgandan ko'ra $18 dan ham berib yuboraman arendaga. Baribir plusdaman. Yutqazadigan bo'lsam, atigi $2 dan где-то bir $30 gacha yutqazishim mumkin. Bu ham minus emas, bu ham plusdan prosta $30 kamroq olaman degani. Bu sistemani ishlatib pul topmoqchi bo'lsangiz, sizga Airbnb sayti kerak bo'ladi. Saytmi, приложениеmi? Bu o'zi nima? Dunyo bo'yicha eng katta arenda bo'yicha sayt. Chet eldan, dunyo bo'yicha hamma turistlar biladi, что bu sayt orqali men hozir O'zbekistonga, Qozog'istonga, Tailandga, Amerikaga ketadigan bo'lsam, shu sayt orqali arendaga xonadon olishim mumkin. Ya'ni bu dunyo bo'yicha ancha ko'p yildan beri ishlab kelayotgan приложение. Endi sizga bu saytni qanaqa qilib ishlatishni, arendaga qanaqa qilib e'lon berishni, qanaqa qilib pullarni joylashtirishni o'rgataman. Birinchisi bu App Store приложениесiga kirasiz va Airbnb приложениесini yuklab olasiz. Menda tayyor bo'lganligi uchun, уже yuklanganligi uchun srazu приложениеchiga kirib ketyapti. Yangi foydalanuvchisi sifatida registratsiyadan o'tasiz. O'zbekistonni tanlaymiz va telefon raqamingizni kiritasiz. Menda bu приложениени yuritadigan mana sherigim ismi Aleksandr. Hozir SMS keladi shu nomerimga. SMS tasdiqlab приложениеga kirasiz. Profilga kirdik va keyingi etapimiz bu прием гостей, menda rus tilida разместить объявление, e'lon berish. Kirganingizdan keyin yangi e'lonni joylashtirish, создать новое объявление. Mana bu yerda yozilgan xonadon haqida e'lon bering, qayerda joylashgan va joylashtirishni tugating. Dalay bosamiz, yana dalay bosamiz va tanlaysiz. Dom uchastka bo'lishi mumkin, kafenya bo'lishi mumkin va xonadonlar ham bo'lishi mumkin. Biz xonadonni tanlaymiz, dalay bosamiz. Umumiy xonadonni arendaga bermoqchimisiz yoki bitta xonasini arendaga bermoqchimisiz degan savol keladi. Umumiy xonadonni tanlaymiz. Lokatsiya so'ralgan joydan ishlatgan payt geopozitsiya ishlasa bo'ladi deb tasdiqlab berishimiz kerak bo'ladi va shu yerda adresni joylashtirasiz. Mana men hozir Yakkasaroy tumanida joylashganman. Shu yerda belgilashimiz kerak. Dilu Muqimiy 161. Mana bu yerdan chiqib keladi. O'zbekiston Muqimiy ko'chasi. Kvartirani yozasiz, etajini yozasiz va qaysi
domda joylashganini yozasiz. 346 deb qo'yamiz. Endi sizda o'zingizga bo'lishi mumkin. Shahar Toshkent, region Toshkent va indeks ham kiritishingiz kerak. No, bu ham unchalik shart emas, kiritmasangiz ham bo'ladi. Aniq lokatsiyani belgilash uchun galochkani bosib qo'yasiz. Endi joylashgan joyini tekshirib, joyida turgan bo'lsa, hammasini все верно va keyingisiga o'tamiz. Nechta odam yashashi mumkin? 2 ta. Nechta xonasi bor? 2 ta deylu. Nechta kravat bor? 2 ta. Vanna bitta turaversin. Bu xonadon haqida e'lon berasiz va oxirgisi qiziqroq ma'lumotini berib o'ting deyiladi. Shu yerda qiziqroq ma'lumotini berish uchun tanlaysiz. Wi-Fi bor, televizor bor, kuxnya bor, kir mashina bor, hammasini tanlab chiqqaningizdan keyin yana dalay bosamiz va xonadonning rasmlarini joylashtiramiz. 5 ta rasm joylashtirdik. Zagruzit bosamiz, rasmlar joylashyapti. Bundan keyingi etap tasdiqlash. Rasmlarni tasdiqlaymiz. Xonadonning nomini ayting debdi. Xonadonning nomi nima bilan xonadoningiz ajralib turadi? Qayerda joylashgan? Tinch joydami yoki shahar o'rtasidami yoki fasadi chiroylimi, nimadir belgilashingiz kerak bo'ladi. Mana tinch joyda va fasadi juda ham chiroyli deb qo'yamiz. Undan keyingisi xonadoningiz nima bilan boshqa xonadonlardan ajralib turadi? Bitta maqta berishingiz kerak. O'tda u narsa yozasiz. Tinch joyda, chiroyli joyda joylashgan, yonida park deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Har xil ma'lumot, metro bor desangiz ham bo'ladi. Undan keyin buni ham tasdiqlaymiz va 3-etapni tugatdik. 5 ta birinchi bronlarni tasdiqlashni tanlaymiz. Kimni ko'rishingizni xohlayapsiz birinchi mehmon bo'lib degan savol beryapti. Bu yerda o'zi opti bor sizda, o'zi bundan oldin Airbnb prilojeniyalarini ishlatgan mehmon bo'lsin yoki sizni o'zi boshqa xonadonlaringizda yashagan mehmon bo'lsin yoki любой kim xohlasa shu odam kelsa bo'ladi deb qo'ysangiz, mana kim xohlasa shu odamni tanlaymiz va buni ham tasdiqlaymiz. Narxini belgilaymiz. Narxini o'rganasiz. Shu siz olgan domingizda narxlari taxminan necha pul? Kunligini qo'yamiz. Bir kuniga men o'rtacha qo'yadigan narx bu $20. Qanaqadir chegirmali bo'lsa, kimdir bir haftaga olishi mumkin xonadonni, kimdir bir oyga olishi mumkin. Shu paytda qanaqa chegirma qilib bera olasizlar degan savol beryapti prilojeniya. Bu yerdan o'zi tanlasangiz bo'ladi. Mana 20% agarda bir oyga olishsa, bir haftaga olishsa 10% va yangi e'lon bo'lganligi uchun yanada 20% birinchi 3 ta mehmonga chegirma qilib berishimizni ham so'rayapti. Hammasini tasdiqlaysiz va oxirgisi siz topshirayotgan domingizda nima bor degan savol kelyapti. Kamerasi bormi? Kamera bor deb belgilaysiz. Undan keyin buni ham o'sha oxirgi tasdiqlashini bosib turib, mana bugungi kunda e'lon yangi bo'lganligi uchun $20 qo'ygan narximizdan 20% chegirma qilganida birinchi 3 ta mehmonga prilojeniyani o'zi chegirma qilib beryapti. $16 sizga har bitta mehmonga bir kuniga keladi. Buni ham bo'ldi. E'lon berishni bossangiz, e'longa olib chiqadi. Tabriklaymiz, siz Airbnb'ni ishtirokchisi va biznesmenga aylandingiz. Xavotir olgan bo'lsangiz, ertaga qaysidir begona mehmon kelib turib, shundoq ham bu xonadon meniki emas, ertaga kimdir mebellarni rasvosini chiqarib ketishi mumkin deyotgan bo'lsangiz, Airbnb sayti va shu tashkilot страховой kompaniyasi ham bor. Polniy nima zarar bo'lsa, kelgan mehmondan shu zararlarning hammasini yopib beradi. Va asosiy bu ishdagi xarajatingiz bu уборщица, bu xonadonni tozalash. Agarda bitta xonadon bo'lsa, o'zingiz kirib tozalasangiz bo'ladi, lekin ko'payib ketsa 4 ta 5 ta bo'lsa, kimdirni olishingiz shart. Yuvib tozalash uchun ularga ham oyligi bor. Men oyiga 4 million beraman va har kuni kelib ertalab bitta xonadonni tozalab ketishadi. 4 million 5 ta xonadon uchun. Va undan keyingisi kommunal xizmatlari. Svet, gaz qancha ishlatilsa, shuncha to'lov qilinadi. U ham juda ham past. Endi ja borsa oyiga где-то uzog'i bir $60-70 rasxod bo'ladi umumiy hammasiga bitta xonadon uchun. Va maslahatim, e'lon berayotganingizda 2 ta til tanlang. Bittasi rus tili bo'lsin, ikkinchisi ingliz tili bo'lsin. Chunki O'zbekistonga kelayotganlar va bir kunga xonadon oladigan mehmonlar bu ko'pchilik chet elliklar.
O'shaning uchun ikkita tilda bo'lsa, ularga ham osonroq bo'ladi tushunib olishga. Agarda sizda xonadon xarid qilishga pulingiz ozgina yetmayotgan bo'lsa, shu biznes orqali xonadon ham, mashina ham olishingiz mumkin. Foydalaning va kommentariyada natijasini yozib qoldiring. Ko'chmas mulk bo'yicha, investitsiya bo'yicha ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qoling.